To'qni yesak o'lib qolmaymiz, lekin yesak bo'lmaydi. Mana shunday bir davli bor. Nice. Yaxshimisilar do'stlar, hammalarning mushotlarga xayrlik bo'lsin. To'skom efendim muzikalik joy ta'mirimizda to'y to'kin faoliyatlarimiz normal davom etadi. Biz ne vaqtdan beri bu to'yning ishlarini zopin tatib qilamadik, lekin normal to'y qilyapmiz. Bugun boshqa zopin tatmoq chiqdik, qolasak bizning mulozimatchi bolalar mana shuni bizga aytibdi. Demak, bugun kunga payshanba kunimi normal to'y kelib o'tibdi. Bizning qo'llig'ingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mushumi naq biz To'skom xalqining bizning yaqinning qo'llig'ining ifodasi. Bo'lmasa shanba normal to'y qilamiz. Unda boshqa kunlardami normal to'y ilyapmiz. Uy choy ichirish murosimi, xatmi to'y degandeklarni biz oldin zagas ilyapmiz. Ta'til boshlanishga az qoldi. Ta'tilda mushunda Amerikan o'tkazish bağlamı biz oldinla aloqalashib, bizningki ishlarimizni to'liq tushunib qilyapti. Na'atim xursand bo'ldik, na'atim xo'sh bo'ldik. Sizlarning qo'llashinglardan aylanmaymiz. Sizlar qo'llab tursangiz biz yaxshi bo'lgan faoliyatlarni uyushtira olamiz. Bundan burun degan faoliyatlarimiz hamiz kuchga ega bo'lib mavjud. Mesela hozir davom etayotgan faoliyatlarda shu to'y to'kin qilganlarga mashina o'zimiz biz yapamiz, ammo bizga pul to'lamaysizlar. Bizning mulozimatchilar biz aytadi. İki maşında bir gün sizler için xizmat qilib beramiz. Mana to'yning faoliyati. Buning yana o'z ichiga olgan nurg'un faoliyatlar bor. Misha kasal tushunasizlar. Choy ichirish murosimigami deganimiz o'yin qilyapmiz. Xaridorlar nat qo'shilyapti. Bundan burun bizning faoliyatimizdan bahrilanganlar yoki bundan keyin bahrilanmoqchi bo'lganlar bir qancha nolliq deyish bo'ldi-ku. Shular tushundirdik, bir qo'shilib, yajin to'lab ketdi. Shular bir palonchi gizib qolganlar, boshqalar ko'rib qolsin. Biz oldinlarga tayyorlik qilmaymiz, ko'ngil degini deymiz. Shunga gapimiz ziq ketmaymiz. Shunga bizning ustimizda palonchida qalaymiqan xatizatqanlar, o'tganlar bizlar bir-bira bizning qanday odamligimizni o'zinglar bilib qolasizlar. To'y to'kin ishining faoliyati ma'lum bo'ldi. Choy ichish murosimininki adam beshiga bir taqsidan lampong bir talda qitiqni yaxshi so'g'at qilyapmiz. U normal davom etadi. Undan boshqa nalik doktorxonada yetib davom etgan kasallarga biz kira olmay, haqsiz tomoqning tush shaqqini olmay tomoq ichib beramiz. Doktorxonada kasallarga qo'llaylik yaratish uchun oshxonada yigisi va tomoqni biz davolab kira olmay, haqsiz ichib qo'yapmiz. Mushunda ishlarimizni biz xalq ommasi bizni qo'llag'achqa biz xursand bo'lish, rahmat aytish, xalq ommasiga javob qaytarish ustida bunda ishlarni qilyapmiz. Hammamizni o'zinglar hisoblab olsanglar bo'ladi. Do'yin sohasida oshpazlar, xo'jayinlar va undan boshqa ko'rurmanlar hammalar chiqadigan o'rin bu. Shunga biz hamma ishlarimizni ochiq oshkora qilyapmiz hamda jamiyatning ochiq oshkora fikr qabul qilyapmiz. Ba'zi bir xato tushuncha bo'lib qolgan yoki xato pulun yozayotganlar bana ayrim sizin qilsanglar bo'ladi, men tushuntirib qo'yman yoki mendan telefon qilib bevosita so'rasanglar bo'ladi. Biz anda ko'ngil qara odamlar emas. Xato tushunish bo'lib qolmasin. Bu daqiqa ustamning gapini do'yini chiqarib qo'ysam nurg'unlagan odamlar sizin qilib ketdi. 70% ustamlar sizlar deganlari to'g'ri. Unda bo'lmaydi. Chatoq chiqmasimi biz unda qilsak oshpazlik axloqiga, qoidasiga xilof bo'ladi degan boshqa oldingizmi? Mashina so'qsa yer zobin tatmaymiz. Chatoq chiqmaydi hech kunligida, lekin biz unda qilmaymiz. To'qni yesak o'lib qolmaymiz, lekin yesak bo'lmaydi. Mana shunday bir davli bor. Degan bo'ldi 30% neden oshpazlar silg'alar xatolabdi, nima qildi deydi. Nima qarim bo'g'rama oshxona egisan. Men oshxonni chiqtarat oshxona oldigan 1000 pon keladi. 5 million dasmi sog'an, yillik ijozat 250 ming qo'ylar yana o. Men miyaga chaqchaq qo'ysam eplasmaydi. Shunga mushunda xato tushunish bo'lib qolganlar kallanlarni silkib o'tib, men tarafda turib o'ynab qolsanglar bilalasizlar. Naq mushunda yozayotganlar hammasi shu ustimini qishda yaxshi tumagan. Yunan to'liq o'rganmagan oshpazlik axloq, qoida, nizom, cho'ngil hurmatlash, yunaga bo'lgan talpinish, yunaga bo'lgan hurmat degan narsani bilmay qolganlar yozib qo'yapsizlar. Men xafamandim bundan. Saviyonlar qanchalik bo'lsa tushunchlik tonga yoza olasizlar. Bu men ko'ngil bo'lgan masala emas. Lekin mush jihatimi men so'zlab chiqaman. 4-5 funksiyamiz men ayrim gap qildi Vishinda. Vishin qo'shab bo'ldi bu meni. Kelib mendan o'rgangisi bor ekan oshxona bosh qo'yishni. Oshxonasi bor ekan o'zining. Bazal ochmoqchi ekan. Bu to'g'risida men bu zopin tatib yo'llashni to'g'ri topdim. Chunki men oshxona ish qilib 10 yil bo'ldi. Bayan tursam bir bala shu 25 yoshli bala o'xshaydi menga. Bunda davom etsangiz oshxonangiz uzun ochilmaysiz deb biz qo'yapti. Osh bala taqib qolmi? Yo'llab qolmi shular? Xotirjam bo'lam ekan. Men 10 yil bo'ldi oshxona qilaman. Men yana to'liq oshxona ochaman. Oshxonada biza bo'lmayman. Chunki men tutmanga yo'lim to'g'ri. Mush sohada o'zimizni do'mlasak bo'lmaydi, lekin biz belgilik natijaga va tajribaga ega bo'ldik. Qanday qilgan vaqtimizda mulozimatchilik to'g'rilaymiz, qanday qilgan vaqtimizda ustambolar bizning qishimiz turadi, qoidaga bo'ysunib, xaridorlarga bo'lgan talabni qondira oladi dedi. Sen nima qilishsan menga? Kelamagan. Bekle. Bak gap so'raymi sendan?
Ben zopaga çıktım kokutkan balığa şimdi. Ben normal gel soray devasam mı kokut durdu. Abim normal ev alem.